Ben o'zim qachon she'r o'qigim kelsa, hozirgi kunlarda mana shu she'rni adabiyotimizdan ochib o'qib qo'yaman. Boshqa she'r o'qishga toqat qolmadi hozir. Shoirlardan shu she'rdan keyin yana yozdingizmi desam, ishim ko'payib ketdi deyaptilar. Haqiqatan ishlari ko'p hozir. Lekin Alloh taolo yana bir fursat bersin. Mana shu saviyadagi she'rlar bo'lsa hammamizga faxr bo'ladi. Nihoyatda go'zal narsa. Bunaqa she'rlarni qachondan beri hali ko'rganimiz yo'q edi. Tashakkur, Alloh xayr bersin. Inshaalloh yana ko'plab bunga o'xshagan she'rlarni eshitamiz sizdan. Bismillahirrohmanirrohim. Ushbu she'r gul bilan suhbat deb nomlangan. Bunda gul ramziy ma'noda olingan. Gul bilan bo'lgan suhbatda inson shaxsiyatini, ya'ni gul bilan inson o'rtasidagi mushtarak sifatlar orqali inson shaxsiyatiga murojaat qilingan. Gul bilan suhbat. Ko'rindi bu kecha gulda munojot, zaboni hol bilan kechdi muloqot. Dedim, ey gul nechun chehrang qizildir? Dedi, ey qul yuz izhori ko'ngildir. Dedim, neydan ajab nozik badansan? Dedi, dil nozik ersa neylasin tan? Dedim, jismingda yo'q g'unchangdagi bo'y. Dedi, xulqing og'izdan ko'rsatar bo'y. Dedim, barging yashil erkan go'zaldir. Dedi, orzu umidlardan masaldir. Dedim, so'lg'in ko'ringaysan xazonda. Dedi, bu yerga yotmoqdan nishonda. Dedim, hosillaringni ne qilarsan? Dedi, suv ichgan o'zimga to'karman. Dedim, uzmish gulingni bir necha yosh. Dedi, tolab ochildi, ketdi bu bosh. Dedim, bormi sening bir bog'boning? Dedi, jisming turarmi yo'qsa joning? Dedim, bulbul senga oshiq ekan ko'p. Dedi, bog'bondir ishq ahliga mahbub. Dedim, har yaprog'ing san'at nishoni. Dedi, har biri bog'bon dostoni. Dedim, nega boqarsan ko'kka doim? Dedi, dil talpinab aytib ilohim. Dedim, qancha quyoshdan bahravartan? Dedi, har qancha unga yuzlanarman. Dedim, yoningda bu ajriqqa ne bor? Dedi, tushsa nazarlar aylagay kor. Dedim, nega go'zallik ramzi sensan? Dedi, doim tabassum sunnat erkan. Dedim, sen qo'lma-qo'l xalq ichra doim. Dedi, sen ham tikonsiz bo'l muloyim. Dedim, el yuzingga maftun bo'larlar. Dedi, badbo'y esan tashlab ketarlar. Dedim, essa shaboda tebranarsan. Dedi, gar tebranolmassan sinarsan. Dedim, ari asal olgay gulingdan. Dedi, yaxshi yomon bori tilingdan. Dedim, husningga oshiqlar sanoqsiz. Dedi, o'tkinchi husn ishqqa yaroqsiz. Dedim, qumg'oq nega gulg'uncha ochmas? Dedi, bebahra suv bilan ko'karmas. Dedim, mevang yo'g'u senser xaridor. Dedi, xush chehralikda yaxshilik bor. Dedim, jismingni yulganni ne dersan? Dedi, ilgin o'pib atrin separman. Dedim, nedir hayoting qildi barbod? Dedi, barvaqt ochilmoq bo'ldi hayhot. Dedim, qaydan sanu so'ng qayga ketmoq? Dedi, tuproqdan tuproqqa qaytmoq. Dedim, bu o'rtada sha'ningga ne bor? Dedi, gullik vazifam qilmoq izhor. Dedim, umring va lekin uncha ermas. Dedi, bir gul bo'lishga yetmog'i bas. Dedim, endi qachon senla ko'rishmoq? Dedi, senla ko'rishmoq o'rni uchmoq. Dedim, menga nasihat ayla birdam. Dedi, tuproqni yod et ojizodam. Dedim, menga vasiyat qil qadrdon. Dedi, qullik vazifang Hazrat inson. Aferin. Salomat bo'ling. Hop, mana shu she'r hozir hammamiz eshitdik. Men qarab turdim, hammaga juda yaxshi ta'sir qildi.
islomiy hikmatni baytga solishni yorqin misoli hisoblanadi. Men o'zim qachon she'r o'qigim kelsa, hozirgi kunlarda mana shu she'rni adabiyotimizdan ochib o'qib qo'yaman. Boshqa she'r o'qishga toqat qolmadi hozir. Hop, shoir domladan shu she'rdan keyin yana yozdingizmi desam, ishim ko'payib ketdi deyaptilar. Haqiqatan ishlari ko'p hozir. Lekin Alloh taolo yana bir fursat bersin. Mana shu saviyadagi she'rlar bo'lsa, hammamizga faxr bo'ladi. Nihoyatda go'zal narsa. Bunaqa she'rlarni qachondan beri hali ko'rganimiz yo'q edi. Tashakkur, Alloh xayr bersin. Inshaalloh yana ko'plab bunga o'xshagan she'rlarni eshitamiz sizdan.